Kardiologlar ichida chempion ha, Oshta akami, ha? Oxirgi davolagan bemoringiz, doktor? Oxirgi davolagan bemorimiz mana hozir yotqizdik, tranzitoriy ishemikataka bosimlari ko'tarilib ketgan. Davleniya ko'tarilib ketgan. Ko'tarilib ketgan, bilishmagan o'zlari. Bugun shunday ishga borishganda bir tomondan uch bo'lib o'tib ketdi deyishdi. Hozir tomografiya qildik. Statsionarga yotqizdik. Xudo xolasa davleniyani stabilizatsiya qilsak, nevropatologlarimiz bilan hamkor holatda davolab. Mana davleniyasi doim oshib yuradigan yoki tushib ketadiganlar bir karobka dori bilan yashaydi-da, o'sha dorilardan qutulsa bo'ladimi bu meditsinada? Bo'ladi. Qanaqa? To'g'ri dori tanlov kerak, to'g'ri hayot tarzi kerak. Birinchi, davleniya nimaga ko'tarilyapti? Mana shu savolni ko'pchilik o'ziga bermaydi, nazorat qilmaydi. Erinchoqligimiz bor, boshqa bor. O'zi uchun jon kuydirsa, biz xotirjam shu bemor bilan kasallikka qarshi kurashamiz. Doimiy davleniya ham oshqozondan bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Doimiy davleniya nimadan kelib chiqadi? Davleniya qaysidir organga yordam sifatida kelib chiqadi. Qaysidir organda, qaysidir sistemada, organizmda yordamchi kuch kerak bo'lsa, bo'ladi. Qon yetishmasligi bo'ladi yoki doimiy patologiya bo'ladi. Xuddi mana isitma, shamollasa isitma chiqadi-ku. Davleniya ham xuddi shunaqa narsa. Qaysidir organda, hazm sistemasidami, asab sistemasidami, yo mana buyrak siydik ajratish sistemasida yoki boshqa organlarda doimiy ravishda qiyinchilik bo'lib tursa, yurak qon tomir sistemasi bunga yordamga keladi. Ana 20 yildan beri shu kardiologiyani ichida minglab odamlar davolagansiz. Ertalab 8 dan soat 5 gacha shu yerdasiz. Yakshanba kunida, ha? Farovon klinikasiga kelaverasizlar. Manzilni yozing, lokatsiyalarni tashlab beraman. Savol bo'lsa, ekranda nomerlarga telefon qilasizlar. Akam bitta like bosib qo'yinglar. Saqlab qo'yinglar, mana shu skrinshot qilib nomerlarni saqlab qo'yinglar. Yaxshi kardiolog bir kun emas bir kun kerak bo'lib qolishi mumkin.